Qobiljon Aliyev. U 10 yoshda edi. Tojikistonlik. Uni Moskva oblastidagi maktabda o'ldirishdi. Onasi farrosh bo'lib ishlagan maktabda. Maktabga 15 yoshli o'smir qurolli hujum uyushtirdi. 16 dekabr kuni Moskva chekkasidagi Odintsovo rayoni Gorkiy 2 posyolkasida joylashgan maktabda ro'y bergan fojia butun mustaqil davlatlar hamdo'stligi dunyosini karaxt holatga tushirdi. Shu maktabning 9-sinf o'quvchisi bo'lgan 15 yoshli Timofey maktabga pichoq ko'tarib bordi va oldindan rejalashtirgan qotilligini amalga oshirdi. U hujum uchun maxsus tayyorgarlik bilan borgan. Yelkasiga nimcha taqqan, boshiga shlem kiygan va qo'lida pichoq ko'targan holda 10 daqiqa davomida bemalol maktabni aylangan. Sinfxonalarning eshiklarini birma-bir ochib, o'z qurbonini izlagan. Ayrim manbalarga ko'ra, u maktabga o'zlashtirishi yomonligi uchun o'ziga bir necha bor tanbeh bergan o'qituvchini jazolash uchun borgan va boshqalardan o'sha qoramtir ayol qayerda o'tirishini so'ragan. Lekin uni topa olmagan. Qavatlardan birida u o'qituvchisi bilan turgan bir guruh bolalar oldiga borgan va ular qaysi millatdan ekanini so'ragan. Shu vaqtdagina unga ortdan maktab qo'riqchisi yaqinlashib kelgan va uni qaytarmoqchi bo'lgan. Ammo Timofey avvaliga qo'riqchining ko'ziga ballondagi suyuqlikni sepgan va u yuzini to'sishga uringanida yelkasiga pichoq urgan. Bo'layotgan voqealardan vahimaga tushgan o'quvchilar har tomonga qochishgan. O'smir esa ulardan biriga yetib olib, tanasining turli qismlariga ustma-ust zarba berib, uning hayotiga zomin bo'ldi. Shundan so'ng o'z qurboni fonida selfie olgan. Qotil bu jarayonni o'z kamerasiga yozib borgan va videoni o'zining Telegram kanaliga joylashtirgan. U tezda yetib kelgan politsiyachilar tomonidan qo'lga olingan. Tergov qo'mitasining ma'lum qilishicha, maktabga hujum qilish fakti bo'yicha qotillik moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Qobiljonning onasi shu maktabda farrosh bo'lib ishlardi. U turmush o'rtog'ining o'limidan keyin 2 farzandini yolg'iz tarbiya qilib kelgan. Qobiljonning egizagi ham bo'lib, u ham shu maktabda o'qigan. Hujumdan keyin ayol farzandlarini olib ketish uchun maktabga kelgan. Bu vaqtda u hali o'g'illaridan biri o'ldirilganini bilmasdi. Unga eshik oldida nima bo'lganini aytib berishgan. Timofeyning otasi esa xususiy tadbirkor, onasi hamshira. Ularning ikkisi ham 2000-yillar boshida prezident administratsiyasiga aloqador tuzilmalarda ishlashgan. So'nggi paytlarda oila Gorkiy 2 posyolkasidan taxminan 6 kilometr masofadagi Sasnaya qishlog'idagi ko'p qavatli uyda yashagan. 17 dekabr kuni Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi o'z bayonotida Qobiljon Aliyev o'z fuqarosi bo'lganini tasdiqlab, bu hujumni millatga nafrat asosida sodir etilgan hujum deb baholadi. Rossiyaning Tojikistondagi elchisi Semyon Grigoryev Tojikiston Tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirildi. Unga Rossiya tomonidan ushbu fojiali hodisani zudlik bilan xolis va beg'araz tergov qilish hamda barcha aloqador shaxslarni qonunan qat'iylik bo'yicha javobgarlikka tortish talabi bilan nota topshirildi. Tojikiston tomoni bu qotillikni millatchilik sifatida baholagani bejiz emas. Qotilning ust-boshi irqchilik ruhidagi so'zlar bilan to'ldirilgandi. Xususan, nimchasida No Lives Matter yozuvi tushirilgandi. Bu ommaviy qotilliklar ijrochilari hamda o'ta o'ngchi guruhlarga taqlid qilishga asoslangan submadaniyat belgisidir. Boshqa yozuvlar esa Anders Breivik tomonidan sodir etilgan terakt, shuningdek AQSh va Yangi Zelandiyadagi maktablar va ibodatxonalarga qilingan hujumlarga ishora qilardi. Bundan tashqari, hujumdan oldin Timofey K sinfdoshlariga o'zining manifestini yuborgan. Unda musulmonlar, yahudiylar, liberallar va so'llarga qarshi fikr bildirib, barcha muammolarda ularni ayblagan. Qolaversa, tanishlardan birining telefon kitobchasiga Timofeyning kontakti natsist deb saqlangani ma'lum. Rossiya hukumati esa hozircha bu nafrat jinoyati bo'lganini aytishga shoshilmayapti. Tergov qo'mitasi o'z bayonotida jinoyat motivi haqida to'xtalmagan. RBK nashri manbasi tergov Timofeyning ekstremistik harakatlarga aloqadorligini tekshirmoqda, ammo shaxsiy adovat motivini ham istisno etmayapti. Qayd etish kerakki, bu 2025-yilning o'zida maktab o'quvchisi tomonidan ksenofobik sabablarga ko'ra sodir etilgan ikkinchi ma'lum qotillikdir. Birinchisi bahorda Moskva yaqinidagi Nekrasovskiy qishlog'ida sodir etilgandi. O'shanda 14 yoshli o'smir qirg'izistonlik 9 yoshli bolani o'ldirgan. Tergov buni millatga nafrat asosidagi jinoyat deb topgandi. Ekstremizm tadqiqotchilaridan biri agentство nashri bilan suhbatda anonim tarzda 2023-yildan beri mamlakatda nafratga asoslangan jinoyatlar soni keskin oshgani, jinoyatchilarning yoshlari pasayib borayotganini aytgan.
Buni Sava markazining Rossiya Federatsiyasida irqchilik zo'ravonligi avj olgani haqidagi ma'lumotlari ham tasdiqlaydi. Umuman, Rossiyada 90-yillar boshidan millatchilik g'oyalarini bayroq qilgan guruhlar faollashgan. Ko'pchilik taqirboshlar deb nom olgan harakat va uning jinoiy qilmishlari haqida biladi. Lekin ushbu jamiyatda millatchilik harakati 2010-yillar boshidan yangicha kuch bilan ko'tarildi va Ukrainaga qarshi urush davrida cho'qqisiga chiqdi. Mamlakatdagi yirik siyosatchilar muntazam ravishda ochiqchasiga ksenofobik bayonotlar berib kelishi buni rag'batlantirmoqda. Yaqinda sentyabr oyida mamlakat prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuvda Rossiya Liberal Demokratik partiyasi rahbari Leonid Slutsky mamlakatda migrantlar ko'pchilik bo'lib yashovchi hududlarni gettolarga qiyoslab, migrantlarning farzandlari maktablarda tartibsizlik keltirib chiqarayotgani, bunday oilalar tufayli tibbiy va ijtimoiy muassasalarda ulkan navbatlar yuzaga kelayotganini aytib, bunday holatlarning oldini olish uchun Rossiya fuqaroligi bo'lmagan migrantlar oilalarining mamlakatga kirishini taqiqlashni taklif qilgandi. O'z navbatida davlat propagandasi ham doimiy ravishda migrantlar, birinchi navbatda Markaziy Osiyolik ishchilarni yomon otliq qilish bilan shug'ullanib, ularni barcha muammolarda aybdor sifatida ko'rsatib kelmoqda. Natijada shunday g'oyalar bilan sug'orilgan yangi avlod yetishib chiqmoqda. Shu tufayli Qobiljonning o'ldirilishini xursandchilik bilan qarshi olgan, buni oqlayotgan minglab Timofeylar topilmoqda.